juda ham ko'pchiligimiz xayollarda katta pullarni tasavvur qilamiz va buni qanday ishlab topish mumkin yoki qayerdan olish kerak deb o'zimizcha o'ylaymiz. Va mana shu pullar kelgandan keyin uni nima qilishni hatto ham bilishimiz mumkin. Bilasizmi, nima uchun mana shunday pullar bizning hayotimizga kirib kelmaydi? Chunki biz bu pullarni tasavvur qilgan paytimizda mashina, uy deyishimiz mumkin, lekin ularning hammasini ichida sizni emotsiyangiz yashamaydi. Yoki bo'lmasa meni ko'p pulim bo'lsa, men ishlamagan bo'lardim deb o'zingizga shunday javob qaytarasiz. Va sizning miyangiz aytadi, agar puling ko'p bo'lsa, sen ishlamasang, men kasal bo'lishni boshlayman. Shuning uchun bu pullar kelmagani ma'qul degan javobni beradi. Bu haqda o'ylab ko'rganmisiz? Xo'p, aytishingiz mumkin. Unda pullarni qanday tasavvurlarda o'tkazish va ularga qanday erishish mumkin deyishingiz mumkin. Keling, men sizga bu haqda Pul va men deb nomlangan Telegram kanalimda ochiqroq gapirib beraman. Agar sizga bu qiziq bo'layotgan bo'lsa, meni shapka profilim orqali Telegram kanalimga o'ting va albatta pullarni qanday to'g'ri jalb qilishni sizga o'rgataman.